pul nima bo'ldi? Bugundan tarixiydi. Ha. Klient qilib beryapti. O'shanga bugunning o'zida yana sotuvga chiqarmoqchi. Nespi qo'ydik? 89900 qo'ydim. Nesbiga baraka bo'ladi? 89 ga baraka. 89 ga baraka qiluvdingiz aka. Mana shu xonadonni 2 xonali dom puliga beraverasiz. 3 ming 2 etajli xonadonimizda bo'ladi. Akam necha xona? 5 ta xona. 5 ta xona plus oshxonali. Nesbi narxi 89 qo'ydim. 89 mingga mana shu srochnik qo'yiladidan ko'rasizlar akam. Har bitta xonasida shunaqa chiroyli oynasi bor. Bu yerda kuxnyamiz joylashgan. 2 xonali dom puliga kim sizlarga mana shunaqa uchastka beradi. 3 etajli xonadonimiz bo'ladi, ana qaranglar. Xohlagan joylargacha travertin, burchakkalar qilib qo'yilgan, kafelar qilib qo'yilgan. Hop, podvalga tushganimizda, podval o'zi ko'p odam bilsa kerak, seyli podval qilaman desanglar, normalniy summa yeb qo'yadi. Mana shu katlamanni o'ziga ko'rayotganinglardagi. Lokatsiya qattiq desam ekan, mehnat postini bilsanglar kerak. Mehnat postidan 1,5 kilometr kirganimiz joylashgan. Kanalizatsiya, suv, unaqa narsalarda kommunikatsiyada umuman muammo yo'q. Ko'rayotganinglardek, bu yerda o'sha sanuzelimizda kamchiliklar qilib beriladi. Ko'chaga qaragan bahaybat xonadonlar ko'rasizlarmi? 89 ming dollarga. Bunaqasi bo'lmagan hali. Bu yerda yana bitta xonamiz. Mehnatda bilsanglar kerak, juda qimmat yuradigan joy bo'ladi. Sutigini o'zi 30 ming bo'ldi. Aka, kimga qiz bo'lsa, mana shu pastiga telefon qilib tez baraka qoramiz.